alaykum, Nilo Flowers kanali obunachilari. Qisqacha yaxshimisizlar? Sizlarga bugun yana bitta darslikni to'plaqmoqchiman. Bugungi darsligimiz o'sha trenddagi mashhur g'uncha qolipidan chiroyli gullar chiqarishni ko'rsatmoqchiman. Buning uchun bizga kerak bo'ladigan mahsulotlar qizil osnova, ya'ni qizil sovun va o'sha g'uncha qoliplari. Pulli rezinkasi kerak bo'ladi. Pulli rezinkasini qoliplarga joylashtirib chiqamiz. Hammasini bir tekisda chiroyli qilib, qoliplarni bilasizlar, o'zimiz tayyorlaymiz. Birinchi qo'l juda ham sifatli qilib vakuum apparatda 2 xil silikon aralashtirib, yumshoq bir tekis chiroyli qilib beriladi qoliplar. Juda ham arzon narxda hamma mahsulotlari bilasizlar bizda bor. Birinchi qo'l. Endi osnova sovunimizni kichkina kubik shaklida to'g'rab mikrovolnovkada yoki mikrovolnovkasi yo'qlar gazda shokolad eritganday bug'da eritsa bo'ladi. Shunaqa erigan osnovamizga hidni qo'shib, yaxshilab aralashtirib, qoliplarga ketma-ketlik bilan solib chiqamiz. Qizlar osnovani eritishda ehtiyot bo'linglar, qaynab ketmasin, xuddi sutday ko'pirib ketadi. Bu qaynab ketish oqibatida sovunimiz, gullarimiz vaqt o'tgan sari tayyorlab, o'zidan suv ajrata boshlaydi. Shu uchun ham qaynatib yubormaslik kerak va iliq ham bo'lmasligi kerak, faqat issiq bo'lishi kerak. Ma'lum bir sabablarga ko'ra videoni davomini olishga ulgurmagandik. Baribir qizlar so'rashadi, qanaqa gul chiqadi bundan deb qiziqishlari baribir aniq. Shu uchun ham bitta o'zim video soобщение qilib olib qo'ygandim. O'sha qolipdan chiqqan gullarni videosini. Shunga aytib yurmaysizlar, shunga qiynalib ochganman. Bitta qo'lda ochish qiyin, buni ikki qo'llab ochish kerak. Lekin men video buzilib qolmasligi uchun boshidan oxirigacha ochib ko'rsatishga harakat qilganman. Shunaqa chiroyli g'uncha qolib chiqqandi. Bu g'unchadan tayyorlangan gulimizni, buketimizni ham video oxiriga qo'yaman. Qizlarjonlar, kimda sovunli gul qoliplari yoki mahsulotlari kerak bo'lsa, 99-041-2138 nomerimizni Telegramga yozsalaringiz, Telegram ichkamizga o'sha yerda barcha savollaringizga javob olishlaringiz mumkin.